Assalomu alaykum. Qadrli yurtdoshlar, navbatdagi Navoiy kompyuter kombinatining ochiq muloqot boshlaymiz. Studiyamizda bugun ochiq muloqot olib boruvchi Azamat Zaripov, matbuot markazi xodimi hamda ishtirokchilarni tanishtirsak, demak, kadrlar boshqarmasi bo'lim boshlig'i Toliyev Abrorjon Asrorovich hamda jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlariga oid ishlarni nazorat qilish va muvofiqlashtirish bo'limi mas'ul xodimi Hamdam Sanjarov hamda Azizqulova Sarnoz ishtirok etyaptilar. Shuningdek, kombinatning komplians xizmati shu'ba boshlig'i Toshev Olim Shavkatovich qatnashadi. Biz reglamentga muvofiq dastlabki so'zni ko'pincha bizda murojaatlar kadrlar masalasida bo'lgani uchun kadrlar boshqarmasi bo'lim boshlig'i Toliyev Abrorjonga beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Jamiyatda ishga kirish tartibini qisqacha tushuntirib o'taman. Jamiyatning 2022 yil 2-martdagi 142-sonli bo'limida tartibga solingan nizom asosida amalga oshiriladi. Ya'ni jamiyatda bo'sh ish o'rinlariga bo'lgan ehtiyojlar kelib chiqqan holda mehnat.mgmga.uz sayti orqali e'lon berib bo'linadi. Ya'ni bu tanlov orqali amalga oshirish uchun bo'sh ish o'rinlariga ehtiyoj orqali e'lon beriladi. Sizlardan iltimos qiladimki, ishga kirish masalasida beriladigan savollarga mana shu sayt orqali faqat tanlov asosida amalga oshirilishini yana bir eslatib o'taman. Sayt orqali mehnat.mgmga.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tib, hujjatlarni o'sha anketa talablarini to'ldirib, hamda bo'sh ish o'rinlariga oddiy qoldirilganda komissiyaga ko'rinadi. Ya'ni bu komissiya ko'ringandan keyin har bitta bo'sh ish o'rinlarida bo'lgan malaka talablaridan kelib chiqqan holda komissiya sizlarni tanlovga chaqiradi va tanlovga ishtirokni ta'minlab beradi. Hozirgi kunda Qo'mita boshqarmasida yuridik bo'lim boshlig'i bo'sh ish o'rniga ehtiyoj bor, e'lon berilgan. Kimlar o'sha mutaxassisga malaka talablariga to'g'ri keladigan bo'lsa, marhamat ro'yxatdan o'tib, o'sha bo'sh ish o'rniga o'tib qolishlarini iltimos so'rab qolaman. Kadrlarda va qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol berishlaringiz mumkin. Rahmat. Javob beramiz. Rahmat. Mana kadrlar bilan bog'liq masala qisqacha tushuntirildi. Bizda ochiq muloqotimiz reglamenti bor, belgilangan vaqti bor. 35 daqiqa davomida o'sha kuzatib turgan fuqarolarimiz o'zini savollarini berishi mumkin. Savol beradigan fuqaro avval o'zini tanishtirgandan keyin albatta telefon raqamini ham berishni unutmasin. Va kim savol bo'lsa, mana ko'rinib turibdi, bizda o'zini o'sha qo'l ko'targan holda o'sha belgi bor. Qo'l ko'targan o'sha fuqaroni biz ochiq muloqotga ulaymiz va mutaxassislarimiz tomonidan javob beriladi. Marhamat, kimda qanday savol bo'lsa, qo'l ko'tarib o'zini tanishtirdi va o'sha telefon raqamini berib savol berish mumkin. Demak, birinchi fuqaromiz marhamat. Jasur aka, siz olasiz. Jasur aka, marhamat. Assalomu alaykum, ovozim boryaptimi? Eshitayapmiz, marhamat. O'zingizni tanishtiring. Xo'p, Zarafshon shahri Markaziy kon boshqarmasiga qarashli yangi asti sexida operativ lavozimida ishlayman. O'zim Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanidanman. 5 yildan ish ko'chirish masalasi bo'yicha bo'ldim. Siz fuqaro o'zingizni birinchi familiyangizni va telefoningizni bering, tanishtiramiz. Faqat vazifangizni aytasiz. Jasur nima edi? O'rinboyev Jasur. O'rinboyev. Bundan telefon raqamingizni bersangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. 93lik 928 4410. 4410. Savolingiz tushunarli, mutaxassis javob beradi. Siz ishga kirish masalasida murojaat qilyapsizmi yoki ishni ko'chirish masalasida? Ishni ko'chirish, perevod masalasi bo'yicha. Ana bu Zarmitanga yaqin joyda turamiz-da biz, 15 kilometr bizaga. Jasur aka, savolingiz tushunarli. Ishni ko'chirish masalasida barchaga tushuntirmoqchiman. Tarkibiy bo'lim jamiyatning bir tarkibiy bo'linmasidan ikkinchi tarkibiy bo'linmasiga o'tadiganlar diqqatiga
o'sha o'tadigan tomondagi, ya'ni siz Janubiy Kon boshqarmasiga o'tadigan bo'lsangiz, Janubiy Kon boshqarmasi ish beruvchisi tomonidan roziligi berilsa, bu ish bilan kelib chiqqan holda ehtiyojga qarab. O'rtada ko'chirma xati orqali ikkita ish beruvchini roziligi asosida bemalol o'tsangiz bo'ladi. Hech qanday to'siq mavjud emas bu yerda. Faqatgina o'sha korxonada mavjud bu ish yerlari ehtiyojdan kelib chiqqan holda amalga oshiriladi. Janubiy Kon boshqarmasi rahbariyatiga murojaat qilishni so'rab qolamiz. Tushunarlimi? Sog' bo'ling. Tushunarli. Mayli. Xo'p, yana kimda fuqarolarda savol bo'lsa, marhamat ulashingiz mumkin. Zilolaxon, marhamat, siz sudyaga ulandingiz, savolingizni berishingiz mumkin. Avvalo o'zingizni tanishtirgan holda. Zilolaxon. Gap. Zilolaxon, muloqotdasiz. Kimda savol bo'lsa, nafaqat kadrlar masalasi bog'liq, boshqa masalalar bilan bog'liq savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Mustafoyim. Kimda savol bo'lsa, o'sha stiker turibdi, qo'l ko'targan holda bossangiz biz sizni ulaymiz. Rashid aka, siz aloqaga chiqdingiz, marhamat o'zingizni savolni berishingiz mumkin. Rashid aka. Aloqa yaxshimasmi? Mustafoyim. Mustafoyim linki egasi, marhamat o'zi tanishtirib savolingizni berishingiz mumkin. Alo. Assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zi tanishtiring. Men G'ijduvondan, Buxoro viloyati G'ijduvondanman. Ana bu xo'jayinimni Belazga ko'rishganlar bor edi. Belazga vakansiya qachon ochiladi deb so'ramoqchi edim. Opamni singlim bilan o'zi tanishtiring birinchi. Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidanman. Saidova Zulfiya. Ana bu xo'jayinim Belazga ko'rishganlar bor edi. Shunga Belazga vakansiya qachon ochiladi o'qigan edilar. Shunga o'zlari o'zi internet yo'q joyda edilar. O'zlari nima qila olmadilar. Sizlarning savolingiz Zulfiya opa. Turmush o'rtog'ingizni yozgi hujjatlari bor, imtihonga qatnashmoqchilar. Hozir ishga kirmoqchilar-da. Muloqot boshlashdan oldin aytib o'tdim. Kabinetda o'sha bo'sh ish o'rinlari bo'lganda faqatgina tanlov orqali amalga oshiriladi. Tanlov tartibini tushuntirib o'tdim. mehnat.rgmk.uz sayti orqali e'lon beriladi. Siz telefon raqamingizni qoldiring, yetkaziladi. Telefon raqamingizni bering. Zulfiya opa. Ha. Siz telefon raqamingizni bering, yetkaziladi. 93lik 457 457 39 91. Internet tushunarli, sizda aloqa yaxshi emas, ham uzr qolyapti, shuning uchun mana shu telefon qalinkasi ma'qul bo'ladi. Uzr qo'ying. Rahmat, sog' bo'ling. Xo'p, yana kimda savollar bo'lsa, berish mumkin. Albatta, fuqarolardan iltimos qilamiz. Shu qo'lini ko'tarsa, biz albatta mana bu yerda operatorimiz ko'rib turibdilar, sizni aloqaga olaydilar. Mana Aziza opa, Aziza link egasi, marhamat o'zingizni tanishtirgan holda telefon raqamingizni berib, savolingizni berishingiz mumkin.
Aziz aka, marhamat. Nomer telefon qiladingizmi? Aziz opa, siz aloqadasiz. O'chiramizmi? Aziz opa, исключить босочам. Nurullo Husanov, marhamat, siz aloqadasiz. Nurullo Husanovich, Boymurodov. Nurullo aka, marhamat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar akalar? Va alaykum assalom. O'zingiz tanishtiring. Boymurodov Nurullo Husanovichman. O'sha sizlarga Engimka ishidagi Elips firmada ishlayman. Elips Venture. Aka, bir taklif bilan chiqayotgandim. Noto'g'ri tushunmaysizlar. Mana bu hozirroq bizada hozir umuman qonun qoida shunaqaki, men atvalga kirgandan keyin samosval haydovchisiman. 10 qo'l qoidasi bilan kirib borishimiz kerak. U aslida bizaga bu karirni samosvalda 10 qo'limiz, 10 tarafimiz slipoy zonaga kiradi. Uni ko'ra olmaymiz 5 metr, 6 metrgacha. Biza chap taraf bilan aylansak, TB bizaga shtraf yozadi. O'shani chap tarafimiz bilan qarab borsak brovkaga, bu atval yorug'mi, yorug' emas joylarini ko'rishimiz uchun o'sha narsani taklif kirityapman. O'sha agar ma'qul kelsa o'ylab ko'rsalarsiz. Nurullo aka, telefon raqamingizni ham bersangiz bo'ladimi? 93lik 227 84 94. Sizga qo'shimcha ma'lumot beriladi. TBga bu savolingizni yetkaziladi, chunki bu o'sha texnika xavfsizligi bo'yicha mutaxassis bu yerda yo'qligi uchun biz sizga aniq javob bera olmaymiz. Siz mana aloqaga chiqiladi mutaxassislar. Telefoningizni yozib oldik. Taklifingiz uchun katta rahmat Nurullo aka. Rahmat aka, sog' bo'ling. Yo'q, chart. Bo'pti aka, rahmat. Xo'p, yana kimda savol bo'lsa, qo'lni ko'tarib berish mumkin, marhamat. Xo'p, Baxtiyor aka, marhamat, siz aloqaga ulandingiz. Baxtiyor aka. Xo'p, yana kimda savol bo'lsa, mana 200-300 ga yaqin odam bizlarni kuzatib boryapti. Orada kimda savol bo'lsa, qo'lini ko'tarib berishi mumkin. Agar kim qo'l ko'tarsa, bizda mutaxassislarimiz aloqaga sizlarni oladi. Xo'p, mana Gulnora opa, Gulzora Hamroyeva, marhamat. Gulzora Hamroyeva. Gulzora opa, siz aloqadasiz. Mana savollar bo'lsa kerak bo'lsa. Hurmatli fuqarolar, iltimos aloqaga chiqqandan keyin boshqalarga ham vaqt olmaylik. Masala bo'lsa, savollarni berishlari mumkin. Nafaqat savol, mana ko'zda takliflaringizni ham eshitamiz. Nurdin aka. Nurdin aka, siz aloqaga olasizmi? Marhamat. Hurmatli fuqarolar, vaqtimiz chegaralanganligi uchun undan unumli foydalanishni so'rab qolamiz. Nurjon aka, marhamat, siz aloqadasiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qarang, O'zi men tanishtiring. pervod bo'yicha maslahat so'ramoqchi edim. O'zi birinchi tanishtiring aka, biz o'zimizga berib olaylik. Familiyasimiz, telefon raqamimiz. Faxriddinov Nurjon, O'ktam o'g'li. Faxriddinov Nurjon aka. Telefon raqamimizni ham berib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. 94lik 171 45 25. 45-25 ha? Shunday. Savolingizni bering. Men o'zim GMZ5 da ishlaymanda, o'sha pervod bo'yicha so'ramoqchi edim. Qayerga o'tmoqchisiz? Staliga GMZ6. Staliga GMZ6ga spir o'tmoqchi bo'lsangiz, Qizilqum boshqarmasi direktori bor, jismoniy va yuridik shaxslarning qabul pullari bor. O'sha qabul pullariga yozilib, GMZ6da o'tin zavodda agar sizni kasbingiz bo'yicha 5 yerlar bo'ladigan bo'lsa, ehtiyoj kelib chiqqan holda ko'cha mahal orqali o'tishingiz mumkin. Faqatgina ikkita ish beruvchilar roziligi asosida. Tushunarli. O'sha qabul qachon bo'ladi Qizilqumniki? Bunagi nima deydi? Qizilqum boshqarmasi jismoniy va yuridik shaxslar murojaatlari bilan ishlash xizmatining telefon raqamlarini yozib oling. 79 bilan 79 227 227 24 70. 24 70. Ha. Shunday. Mana shu raqamga telefon qilib, ma'lumotlarni olib, Qizilqum boshqarmasi direktorining shaxsiy masalalar bo'yicha qabullariga yozilishingiz mumkin bo'ladi. Rahmat opa. Sog' Boshqa savolingiz yo'qmi? Yo'q. Sog' bo'ling. Rahmat. Ozbek aka, siz aloqadasiz. Ozbek aka. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qarang, men ishga kirish masalasi bo'yicha muloqot edim. Aha. Ozbek Ikromovning familiyasimiz? Ha, shunday, Ozbek Ikromov. Qayerdan telefon qilyapsiz? Navoiy viloyat Nurota tumanida. Telefon raqamingizni ham bering. 94lik 379 39 99. Savolingizni bersangiz bo'ladi. Qarang, men yaqinda Navoiy innovatsiya universitetini bitirdim. Yo'nalishim konchilik ishi. Vayni biletim bor, o'sha masala bo'yicha. Qayerga ishga kirsam bo'ladi shunda? Yuqorida ta'kidlaganimizdek, o'sha jamiyatda bo'sh ish o'rinlari faqat ta'lim asosida amalga oshiriladi. Bo'sh ish o'rinlariga bo'lgan ehtiyoj mehnat.mgmk.uz sayti orqali e'lon beriladi. Bu tanlov jarayonlariga e'lon berilganda faqat 10 kalendar kun davomida ijtimoiy tarmoqlarda turadi. 10 kalendar kun davomida siz hujjatlaringizni topshirib, ro'yxatdan o'tib, hujjatlaringizni topshirib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Yaqinda mana Tamarbashi savdo zavodiga e'lon berilganida hozirgi kunda o'sha tanlov jarayonlari boshlangan. Ha, tushunarli. Faqat onlayn ishlar. O'sha NGMK.uz NGMK. mehnat NGMK.uz orqali kuzatib bo'lsangiz, siz o'sha o'zingizni bazaga kiritadi, to'g'rimi ma'lumotlar? Anketa ma'lumotlar ro'yxatdan o'tasiz, anketa ma'lumotlaringizni kiritasiz, hamda bo'sh joyga o'tib, otib yurib qoldirsangiz, to'g'ri komissiya ko'rinadi. Va siz tanlovda ishtirok etishingiz mumkin bo'ladi shu holatda. Ha, qo'yib rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'sh, kimda savollar bor? Hurmatli fuqarolar, shayt munosib qoladi. Albatta, qo'l ko'targan holda bizni ochiq muloqotimizga savol berishingiz mumkin. Hozir qo'l ko'taradiganlar ma'rifaga bo'lasiz. Ma'rifaga siz aloqadasiz, marhamat, o'zingizni tanishtirib,
telefon raqamingizni berib, savolingizni berishingiz mumkin. Ahmedov Ma'ruf aka. Ma'ruf aka, marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Boshqasi keling. Hurmatli fuqarolar, vaqtimiz chegaralangan. Yana 5-10 daqiqadan keyin biz ochiq muloqotni yakunlashimiz mumkin. Kimda savollar bo'lsa, berib olishim mumkin. Voqcheha Qodirova, marhamat. Voqcheha Qodirova. Voqcheha aloqaga chiqmadilar. Agar fuqarolardan savollar tugagan bo'lsa, biz ham ochiq muloqotni yakunlaymiz. Shohruh Esanov, lozim. Shohruh Esanov, marhamat, siz aloqadasiz. Shohruh aka, marhamat. Muhammadiyev. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Savolim Ko'z tashlang. Ahmedov Ma'rufjon avazov bo'laman. Navoiy viloyat davlat korporatsiyasida ishlayman. Mani savolim quyidagidan iborat. Mehnat.uz bazasida yangi Mehnat.uzda chiqyapti vakansiyalar. O'sha Bilas haydovchi shofirlikka hujjat topshirsam qabul qilmayapti-da. Lekin o'sha so'ralgan kategoriyalarga hammasiga to'liq to'g'ri keladi, mos keladi. Topshirgan hujjatlarim to'g'ri keladi. Savolingiz tushunarli. Mehnat.mgmk.uz sayti orqali ro'yxatdan o'tib, anketangizga hujjatlaringizni yuklashingiz mumkin. Lekin qachonki bo'sh ish o'rniga e'lon berilganda faqat o'sha bo'sh o'rni qismiga o'tib, oddiy qoldirsangiz, sizni anketa ma'lumotlaringizdan barcha hujjatlaringizni avtomatik ravishda dastur o'zi yuklab oladi. Bu siz hozir hujjatni anketa ma'lumotlarini to'ldirdim deganingiz, bu degani siz tanlovga chaqiradi degani emas. Siz qachon bo'sh ish o'rni bo'ladigan bo'lsa, o'sha bo'sh o'rni malaka talablaridan kelib chiqqan holda siz oddiy bossangizda komissiyaga ko'rinadi. Sizni tushundim, xuddi shunday. Men haqiqatan bo'sh ish o'rniga to'ldirganman. O'sha ancha bo'ldi, bir 3 oy, 4 oylar bo'ldi. Adashmasam agar 3 oy, 4 oy oldingi vaziyatda aytaman. O'sha Komatsu, Kat va boshqa o'sha Bilaz avtomashinalariga vakansiya ochilganda men o'sha vakansiya ochilgan yo'nalish bo'yicha hujjat topshirganman. Sizga sizning hujjatlaringiz mos kelmadi deyapti. Vaholanki mendagi hujjatlar unga to'g'ri keladi. Malaka talablaridan kelib chiqqan holda siz to'liq hujjat yuklagan bo'lsangiz, unaqa ma'lumot kelishi mumkin. Siz menga Telefon raqamingizni bering. telefon raqamingizni ayting, ismi bilan to'liq ayting. 94lik 223 1990. Kim ismi familiyangiz? Ahmedov Ma'rufjon Avazovich. Eshitilmayapti. Ahmedov. Ahmedov Ma'rufjon Avazovich. Navoiy shahrida, to'g'rimi? Ha, Navoiy shahrida. Vasni ko'rib, telefon kanalini qilishdan olasiz. Xo'p, akajon, rahmat. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Xo'p.
SS. To'g'rimi? Xo'p, fuqaro siz aloqadasiz. Savolingizni berishingiz mumkin. Sizning ismingiz ko'rinmayapti. S la ko'rinyapti. To'g'ri. Bilgis. Ancha aloqaga chiqmadilar. Ya ularni ana shu hozir. Umidjon Bekpo'latov, marhamat, siz aloqadasiz. Umidjon Bekpo'latov. Siz bizni eshityapsizmi, Umidjon? Aloqaga chiqmadi, boshqasi bo'ldi. Eldor, marhamat, siz aloqadasiz. Eldor, Bekkiga. Eldor. Nomerim shuda 248 Eldor aka, marhamat, siz aloqadasiz. Mukammal Temirov bo'ladimi? Mukammal Temirov, marhamat. Mukammal aka. Hurmatli fuqarolar, vaqtimiz chegaralangan. Shuning uchun bir-birimizni vaqtimizni o'g'irlamasdan savollarni berib, mutaxassis javoblarini olishimizni so'rab qolamiz. Dilobod degan mana o'shani. Dilobod, marhamat. Dilobod linkini egasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. O'zingizni tanishtiring. Men Qashqar Dilobod, Samarqand viloyati Paxtash tumanidanman. Dilobod nima aytdingiz? Qahhorov. Qahhorov, aha. Samarqand viloyati Paxtash tumanidan. Xo'p. Telefon raqamingizni 94lik. Aha. 633 Mhm. 70 95. Savolingizni berishingiz mumkin. Men gidrolik ekskavator bo'yicha vakansiyalar haqida ma'lumot olmoqchi edim. Bo'sh ish o'rinlari faqat o'sha mehnat.mgk.uz sayti orqali e'lon beriladi. O'zida yo'qda. Hozirgi kunda bo'sh joylarga ehtiyoj bo'lganligi sababli e'lon berilmagan. Kuzatib boring, sayt orqali e'lon berilganda hujjatlar topshirsangiz tanlovga qatnashishga ega bo'lasiz. Tushunarli fuqaro? Ko'p cho'zilib ketyapti-da demoqchi edim-da, shuni biz bilmay qolyapmiz. 2021-yil ehtiyoj bo'lganda chiqadi, faqat 10 kalendar kun davomida saytda turadi. Siz doimiy ravishda kuzatib borishingiz to'g'ri keladi bu saytda. Bu doimiy ravishda turmaydi bu ish joylari. 10 kun davomida nomzodlar tomonidan hujjatlar topshiriladi hamda u ishchi guruh tomonidan tanlov komissiyasiga taqdim etilib, ish jarayonlari boshlanadi, tanlov jarayonlari. Shuning uchun faqat 10 kalendar kun qo'yganmiz, sababi nomzodlar hujjatlarini topshirib borishiga ikki martami topshirdim, ikkovida ham bordim ekzamenga chaqirdi. Xuddi shu tartibda amalga oshiriladi. Endi ekzamenga boshqa tayyorgarlik ko'rib kelindi. Ha, ya ekzamenga bordik, birovda yerda tushunmovchilik bo'ldi, ikkinchisida bir bal yetmay qoldi-da.
Nasib bo'lsa keyinchisiga o'tasiz aka. Shuning uchun kuzatib borishni so'rab qolamiz. Bu hamma fuqarolarga ham tegishli. Bu saytda har kuni yangilab boriladi. Har kuni axborot yangilab berib boriladi. Shuning uchun imkon boricha har kun bo'lmasa ham kunari kuzatib borishni so'rab qolamiz. Kuzatib turamiz buni qarab. Kuzatishda davom eting aka. Savollar bo'lmasa bo'ldi. Rahmat sizlarga. So'rang, qo'ying. Xo'p, yana 5 minut vaqtimiz qoldi. 5 minutdan keyin biz ochiq muloqot yakunlaymiz. Fuqarolardan so'rab qolardik, kimda muhim savollar bo'lsa, berib olishlarini. Mana va shu o'rinda kimda savol bo'lsa, albatta qo'lini ko'targan holda bu yerda o'tiraman. Mukammal Temur, marhamat. Mukammal aka, marhamat. Ularningiz. Muhriddin Qo'ldosh, marhamat, siz aloqadasiz. Muhriddin aka. Muhriddin aka, savolingizni berishingiz mumkin. O'z tanishtirgan holda. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Alaykum. Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat, o'zingizni tanishtirib, telefon raqamingizni bering. Men Xatamov Inom Tojiboy o'g'liman. Xatamov Inom. G'allarol tumanidan. 93lik 650 0048 nomerim. 650 0048. Savolingizni berishingiz mumkin. Men perevod bo'yicha savol bermoqchiman. GMZ 7 da ishlayman. Marjonbuloq sexiga perevod kelmoqchiman, lekin anchadan beri boraman, kadrlar lekin ish yo'q deydi. Bo'sh ish yo'q deydi. Lekin 0 dan olayibdi-ku bolalarni. 0 dan olyapti bolalar. Men istanlagam yo'q. Oliy ma'lumotlar va endi biletim ham bor. Qanaqa ish bo'lsa o'taman deyman. Prosta menga uzoqligi yoqmayapti, boquvchi o'zim bo'lganligi uchun uzoqlik qilayapti. Boraman, keldim kadrlarga. Prosta men Shunday, siz savolingiz tushunarli. Abdujon aka javob beradi. Sizlar bir narsangiz bosib qo'yardimki, o'sha ishingizni ko'chirish masalasida siz kadrlar bo'limiga emas, ya'ni ish beruvchini qabul etib, ish beruvchi bilan gaplashishingizni bosib qo'yardik, suhbatlashishingizni. Kadrlar bo'limida ularga ishga olish, ishdan bo'shatish vakolatli mavjud emas. Kadrlar bo'limi faqat ijrochi sifatida faoliyat yuritadi. Bu ish ko'rinlar bo'lgan ehtiyojda ish beruvchi orqali faqat amalga oshiriladi. Ishingiz ko'chirish masalasi. Siz o'sha jamiyat boshqarmasini direktori bo'lib ish beruvchi, o'rinbosari bo'lib ish beruvchi, shu ikkita rahbarni qabullarga kelib, murojaat qilishni bosib qoladi. Men kirganman, kadrga ham kirganman. Zarmitan 4-GMZ zavodiga ham borganman. Kecha ham yaqinda ham bordim. Seshanba kuni har seshanba o'sha yoqda bo'laman. Ishdan bo'lmagan kunlarim. Lekin qo'ladimki, zavod direktori, kadrlar bo'limi xizmati boshlig'i ijrochi sifatida faoliyat yuritadi deb tushuntiryapman. Bu yerda faqat ish beruvchi vakolatiga ega bo'lgan ikkita rahbar turibdi. Kom boshqarmasi, jamiyat boshqarmasi direktori hamda o'shani kadrlar bo'yicha o'rinbosarlar ish beruvchi vakolatiga ega. O'sha gap kadrlar bo'yicha ketayapti-da hammasi. Kadrlar bo'yicha ketayapti. Men u yerga boraverib har seshanba kuni qabul bo'ladi. Boraman, bo'sh ish o'rin yo'q deydi. Lekin bizning qishloqlardan kirib yotdi. Qishloqlarda hamma tanish bilishimiz.
eshitaman, 0 dan kiribdi. Men перевод qilib kelyapman. Seniki qancha bo'ldi? 2014-15-yildagilarnikini перевод qilib beraman deydi. Bizlar ham 1-2 yildan beri ishlayapmiz, 1-2 yildan beri. Перевод qilib kelaylik, iltimos qilyapman ham. Hech narsani o'qimaydi. Просто bizning tanishimiz yo'q-da, shu ochig'i shu. Hurmatli fuqaro, beriladigan javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sud organlariga murojaat qilish huquqingiz borligini tushuntirib o'taman. Bo'lsa, prokuratura organlariga, ichki ishlarga bemalol murojaat qilish huquqingiz bor. Siz yozma murojaat qildingizmi biror marta? Xat berdingizmi? Yozma emas, men dokumentimni topshirib kelaman, o'sha kadrlar boshlig'iga ham topshirib kelyapman. Yo'q, ish yo'q, bo'lsa aytamiz deydi. Har seshanba boraman. Zarmitanga ham bordim, Marjon makoniga ham har 2020 bitirganman. 6 yildan beri averaman. Siz yana tushunmadingiz, Inomjon. Kadrlar u xizmat ko'rsatadi. Ular siz ish beruvchiga yozma ravishda xat bilan murojaat qildingizmi deb so'radi. Yo'q, menga shu direktor ham aytgan, shu kadrlarga borib dokumentingni topshirib kelaver deydi. Lekin kadrlarga borib kecha Zarmitanga borsam, kecha seshanba kuni bordim. Sizda bu yerda deydi, dokumentingiz yo'q deydi. Men topshirib ketganman desam, yo'q, men yangiman deydi. Yangi bo'lgan ekan-ku. Mana qarang, Inomjon. Agar berilgan javobdan norozi bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha ish beruvchini og'zaki javobini yozma ravishda murojaat yozma ravishda javob beradi. Bundan keyin agar siz ish beruvchini bergan yozma javobdan norozi bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha sizni huquqingizdan foydalanib, yuqori turuvchi tashkilotga yoki murojaat qilish organlarga murojaat qilish huquqingiz bor. Keyin yana bitta savolim bor edi, перевод masalasi bo'yicha. Перевод necha yilgacha qiladi? 10 yildan, 5 yildan ishlaganlarnikini deydi, faqat deydi, перевод qilib beramiz deydi. Shu gap rostmi? Shunaqa qonun chiqqanmi? Unaqa qonun yo'q hech qayerda. Ish beruvchi o'zi mustaqil ravishda amalga oshiradi. Rahmat. Salomat bo'ling. Sog' Zaki bilan to'g'ri. Shohruh marhamat, aloqadasiz, savolingizni berishing. Shohruh marhamat, aloqadasiz. Avvalambor assalomu hammaga. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Ismi familiyam Erkinov Shohruh Dilshod o'g'li. Erkinovmi? Erkinov Shohruh Dilshod o'g'li. Telefon raqamim 70lik 304 84 44. Savolingizni berishingiz mumkin. Savolim shundan iboratki, o'zim oliy ta'lim bitiruvchisiman. 2025-yilda iqtisodiyot tarmoqlari va sohalar yo'nalishini bitirganman. Sirruni upravleniyasi shu NGMKga ishga kiraman degan maqsadda 2-3 marta bordim, lekin gapim shu bo'ldiki, sizni yo'nalishingizga, sizni vakansiyangiz bo'yicha 7-8 yildan beri qabul bo'lgani yo'q deb qaytara olishyapti. Savolim shundan iboratki, men o'sha NGMK tarkibiga ishga kirishim uchun shu meni yo'nalishimga qachondir bir vakansiya ochilishi mumkinmi yokida ko'proq qabul bo'ladigan, misol uchun slesarlikami, kranshiklikami yoki boshqa narsaga o'qib ko'rishga olganim ma'qulmi? Bu sizni ixtiyoringiz. Sizni o'sha kasbga o'qishingiz yoki siz bitirgan sohangiz bo'yicha ishlash ixtiyoringiz o'zingizda. Buni hujjat oling yoki degan narsamizni aytishga haqqimiz yo'q. Birinchi masala, ikkinchi masala, iqtisod yo'nalishi bo'yicha haqiqatan to'g'ri ma'lumot berilgan. Bu yaqin orada iqtisod yo'nalishi bo'yicha tanlov e'lon berilmagan oxirgi 2 yil ichida. Bu yo'llarga ehtiyoj bo'lmasa, biz hech qanday tanlovga chiqa olmaymiz. Tushunarlimi? Tushunarli. Kuzatib boring, o'sha tanlov e'lon qilib qolsa, albatta topshirishingiz mumkin. Shu bizda. Bo'ldi, tushunarli, kattakon rahmat. Sog' bo'ling. Agar
Fuqarolar mana qariyb 46 daqiqa bo'ldi. Ochiq muloqotdamiz. Agar fuqarolarda savollar bo'lmasa, biz ochiq muloqotni yakunlaymiz. Shunda taklif yoki savol yo'qmi? Yakunlaymiz. E'tibor uchun rahmat.